kiyimimni bersam ishga borishim kerak. Nima qilyapsan o'zi? Dada, trend olyapman, bloger bo'lmoqchiman. Trendga sali. Voy, ber. Nima? Molimni qochirib bering. Ketdi. Nima o'zingni qochiraman, yana nimani boshlading? Dada, menga to'sqinlik qilolmaysiz, bloger bo'lmoqchiman. Voy, bloger, bironta mashhur odam komment yozarmikin senga? Yozadi. Yozmasa kibiraki. Voy eshak. Qo'y bu. Voy qo'y. Jigar. Bunaqasini topa olmaysiz. Yurakchan hali ham qizartirmadingizmi? Bitta qizartirib qo'ying. Bundan kattasini topa olmadim lekin. Zo'r, qara, bu Instagramni u kim ko'ramish qilib? Ko'radi, agar ko'rmasa ularga targa jog'i beramiz $100 ga. $100 ga? O'zi $50 qo'yu. Bo'lmasa qo'yim jonib ketdi deb turib katta bilan shunday qo'yarasiz. Kecha olib kelib qo'ygan bo'lmagan qani? Men bizlar 10 kishiga yig'san tarqatdik. Keyingisi siz bo'lishingiz mumkin. Like, podpiskani esda chiqarmaysizlar. Har bitta obunachim uchun bittadan qopqoq qo'yaman, mashina. O'zingni orqaga probka qoqib qo'yaman. Dada! Dada! Xuddi otenga dadajon deb yozilgan ko'mi top kelgandek baqirasan. Menga ishonmadingiz. Reklama oldim. Nima u? Bu lalaku zamonaviy texnologiyalar ishlab chiqarilgan. Namlikni o'tkazmaydi, allergiya ta'sirmaydi. Turistchaligi ham bor. Nech pul berdi? Yo, pulga emas, barterga. Men reklama qilaman, ular menga lalaku beradi. Yaxshi. To'miye uyimizda chaqaloq yo'q. Kimga taqamiz uni? Aka, qarang. Menga hatto $100 ham berolmaysizlarmi?